Assalomu alaykum hurmatli bizni ko'rib boruvchilar, kuzatuvchi muxlislarimiz. Mana buni atini nima deydi? Sumalay deydi. To'g'rimi? Mana bugun biz uyimizda inshaalloh Xudo xolasa sumalay qaynayapti. Alhamdulillah mana dadamiz, onamiz hayot, biz boymiz. Har yili inshaalloh ota-onamiz pensiyalaridan mashina qilib o'zlari har yili sumalay qilib, ekson qilib tarqatadi. Va shuni sharofati bilan biz 5 ta opa-singil, 2 ta aka-uka, 7 ta farzand to'planib mana bugun mana shu sumalayni bahonasida ota bo'lsa, butun daraxt tomiri bordek, butun tanadek turar ekan. Haligi ota-ona bo'lsa, tanasi, tomiri butun bo'lib, haligi shaxlar, mevalar yaxshi ko'rkam amal olgandek, biz ham inshaalloh Xudo xolasa ota-onamiz hayot mana har yili mana sumalay qilib bugun shuni sharofati bilan ota-onamiz hammalarimizni yig'ib bugun mana biznikida to'y desak ham bo'laveradi inshaalloh. Qani, yana kimnikida bo'ladi shuni kommentariyada yozib yuboringlarchi. Qani nechta odamnikida shunaqa bir xursandchilik bo'lar ekan.